Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham olib kelib ustadan ko'rib egalariga topshirdik. Ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa bir qator a'zolarni qilib o'tamiz. Bu yerga oq eshiklar olib kelingan kirashinlik MDFdan 08 qalinidan bo'lgan. Paytik o'rnatildi bu. Eshiklarimiz nega klassik uslubida bo'lgan. Razmerlari esa 92 o'nlik. Oynalari ham gulli oynalardan bo'lingan, naqshlik. Xudo xolasa o'ta go'zal chiqqan. Xolasa ideal darajada chiqdi bular. Bularimiz kvadrati 1 million 200 ming so'mdan bo'ldi. Plus daboriga qo'shilgan har biriga. Mana ko'rishlari mumkin. Endi shunaqa eshiklar xizmatlari kerak bo'lsa, nomerlarimiz 99lik 439 96 90 aloqaga bemalol chiqishlar mumkin. Xudo xolasa xizmatdamiz. Hozir ichki tomonlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Ichki tomon orqa to'laqi bu mana bularni old orqa bir xil tiklatganlik. Bu davorlari daboriga plus qo'shiladi. Daboriga har biriga 1 million so'mdan qo'shiladi. Eshikka ham, romga ham. Romni podagonligi ham ichida bo'ladi. 1 million so'mdan ustiga minadi har biri. Rezinkalari bor. Xolasa ochilib yopilishlari ham o'ta go'zal, shum bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bemalol chiqarasizlar. Xizmatdamiz.